like bossam, har kuni ko'p like bossam, men ham ilm tarqalishligiga sababchi bo'lib, ajrga ega bo'lamanmi? degan ma'noda savol beribdilar. Bismillahi, alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatan bu zamonamizdagi hozir muhim masalalardan, ya'ni like bosish, xoh diniy masalalarga yoki xoh dunyoviy fisq fasodga. Buni bir dalili bilan biz gapirishligimiz uchun Qur'on sunnatga qaytaylik. Shunchaki masalan qiziqarli gap emas, asos bo'lsin. Alloh taolo oyatda innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah deydi. Albatta mu'minlar ichida fahsh narsalarni tarqalishligini yaxshi ko'radiganlarga dunyo oxiratda alamli azob bor deydi. Endi qarang. Hech qanday bir inson hozir inkor qilmaydi. Hozirroq bu media sohasidan, internetdan xabar bor odam inkor qilmaydiki, bir narsaga qanchalik ko'p shunaqangi like bosish, ishtirokchi bo'lish, tagiga yozish, kommentariyalar bu shuni shunchalik keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Shunchalik hali odamlarning oldin chiqib turishligiga sabab bo'ladi. Ana endi Alloh oyatda mana xuddi shu go'yoki shu masalani gapirgandek qarang. Mu'minlarning ichida shunaqa fahshda tarqalishini istaganlarga dunyo va oxiratda alamli azob bor deyapti. Har bir inson shuni demak bilib olsin. Agar fahshda tarqaganga dunyo oxiratda azob bo'layotgan bo'lsa mana, ya'ni demak fahshga like bossa mana, lag'vuga like bossa, shuni orqasidan kim shuni oldan chiqib qolib ko'rsa, o'shanga bir hissa nasiba ketaveradi nomay amaliga. Shunaqa zarar bo'layotgan bo'lsa, nomay amaliga shariatda endi bir narsa bor, mafhum deydi. Mafhum degani ya'ni oyat hadisni tagida yotgan ma'no bor. Buni ziddini qilsachi ajr bo'lmaydimi? Mu'minlarning ichida xayr, yaxshilikni tarqalishini istaganlarga dunyo oxiratda ajr bo'lmaydimi? Albatta ajr bo'ladi. Fahshda tarqatsa dunyo oxiratda azob bo'layotgan bo'lsa, uni aks tagidagi ma'nosidan chiqadiki, yaxshilikni tarqatsa, shunga sababchi bo'lsa, dunyo oxiratda ajr bo'ladi unga. Sizdan hech narsa ketmaydi, lekin tarqalishiga sabab bo'lib qolasiz. Dunyo oxiratda sizga ajr bo'ladi.